Nimelerge könmeydi insan, yüreğide yansan muhabbet. Baxtimizde sözleydi aman, qara cinem biz düşken sürer. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Söndürme hiç kimge gülüm, benim üçün yalgan dilim. Bu taqdirimin sınaqlaridan Tangı tayli bergin qulumni. Medet bana senin varlığın, mikrin bilen küler bu ağlar. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Çin muhabbet akiden bilen, dimxonamga tashlasan qadam. Dimxonamga tashlasan qadam. Nimeçilikini bilemsiz? Bilmem. Çünkü sizin ayağınızda boğan seviniş otlarınız tek öşkünü yok. Şundan ko. O alemden ötüp uzun qobamay uyumga elçilik kirishga başladı. Ularning arasida ayolimning do'stlari, atrofimdagilarning qilib yurgan ishidan to'lima gangirdim. To'lima. Şu vaqtlarda mening qanchalik azoblanganligimni bilamsiz sana. Tushuna olasizmi? Şu ishlar yuragimdagi yaraga tuz sepgandek etishadi. Chunki rahmatlikning kirpikiga to'pimi qo'nmagan mezgillar tursa, mening ko'nglim qanday ko'tarsin sana. Keyin asta-asta yolg'izligim ko'nib qoldi. Mandaq gap aka. Haqqa bir 5-600 ming ko'y qarz bo'lib qoldim. Shuna bu institutda shu qarzni qaytaraylik deb qoldim. To'g'ri o'ylabsa, ukam. Xalqmu senga ishinib, shunchalik jiq pulni senga qarz berib tursa, endi seningmi ularning ishonchisini oqlaydigan vaqting keldi. Ay aka, xalqning ishonchisini albatta yo'q qilganman. Voy, bu nimliging endi? Bu mundaq gap aka. Bu pul asli 5-6 yilning oldida qaytarib turadigan puldi. Yolg'on gap qilib,
bunu da bu vaqtga keldim işte. Şunu ola. Bular ahir chidamay, üstümden sud qaz qildi. Bu ishlaring nayt qamlashmabdi uka. Ular sanga shunchalik yaxshi qilsa, ularning umidini yerda qo'yibsa. Yaxshilik qilganga yomonlik qilsa uka. Chiroylikning dardi to'la, yog'onchining qarzi, rost gapning xijolatı yo'q, yog'onchining inovati degan maqol tamsilni anglagan bo'g'aytding uka, ha? Men bu anlamabdi ekanman aka. Lekin alomat kelgan juma bu. Xuddi manglam degandek. Bo'pti uka. Uyimni sitib, qarzimni qaytaray degan niyat kelgan bo'lsang, nayt obdan bo'pti. Pul topganda uyni yana sitib olg'ili bo'ladi. Shunday. Lekin inovatni, odamigarchilikni pulga sitib olg'ili bo'lmaydi uka. Ha? Bo'pti. Sanga uy oldigan xaridorlarni o'qish beray. Qo'limdan kelishicha sanga yordamimni qilay uka. Rahmat aka. Men pek xizilchilikda pek test dedim bu gaplarni. Siz to'g'ri tushuning. Uyimni sitibmiş qarz to'layman degandan keyin senda chataq yo'q uka. Rahmat aka. Sizning ayrıdırımda man qizg'inlik bilan tanishlik berishingiz, ast-asta g'amxo'rlik qilishingizdan men ansirab qolgandim, Murat. Keyin sizni tushungan siri ortiqcha andish qilganligimni his qildim. Men endi bugun kun kelganda sizni to'liq tushundim. Men sizni xili obdalla tushunaman deb yuribdim. Mening to'y qilishimni tavsiya qilyapsiz. Ras gapingizni qiling. Siz mendan ansirayapsiz. Depaqma. Men qaysi tarafdan sizni ansirgidakman? Bo'ldi qiling sana. Siz aqlli ayol. Bularni tushundimsanmi? Siz tushunib bo'ldingiz. Meningdan ansirmang. Men hissiyatga emas, aql parastimga tayinib yashaydigan odam. Bilaman. Men hergiz sizga avarchilik deb bermayman. Tushundingiz? Rastımda aytsam, menmu asaldan sizni andish qilib baqqan emas, Murat. Chunki siz menga nihoyat ishonchlik. Endi aytanga kelsak, men ikkinglarning o'xshash bo'lmagan ikki xil o'tni kuyib turayotganliginglarni bilib turg'achqa, keyin hayotinglarni xotirjam, ma'nilik o'tkazandikin deb shuni shuni o'ylashgandim. Men sizni oyog'an sirin sizga avarchilik deb berandimi? Yo'q, hech gap yo'q. Men buni Po'latga o'zim tushundiraman. Men bir ayol korxonchi, Murat. Birarsi bilan choy ichish, suhbat bo'lish normal ahvol bu. Xotirjam bo'ling. Po'latni to'g'ri tushunadi. Kelib qolibsanmi kechuvanda? Kelsam bo'lmamikan? Bo'ldi. Voy. Aytmoqdan bo'lib qoldim adash. Shon sen bilan xo'shlashib keldim. Voy, nima deydigansan adash? Bir kun burun deb qo'ysang bo'lmamdi. Hozir desam o'xshash qol. Qo'yg'ina qanday o'xshash bo'ldi? Sen tuzgurak yo'liq tutamsam qanday bo'ldi adash? Mushta kechdi kep tuyuqsiz desang adamni xijil qilib. Sening bir yig'iz chiroyli gaping har qanday yo'lliqlardan a'lo. Men qaytib kelguncha omon bo'l, ha?
Birden o'tir adaş. Sana deydigan muhim bir gap batdi. Qandaq mühim gap? Alining gapi. Nima? Alining gapi demsan? Nim bo'pti uningga? Ajrashibdi. Xo'p bo'pti. Seni xo'rlaganligi uchun oxiri jajisini yapdi u yuzsiz. Tuniga yotdig'imga izlab keptikan to'q. Qaysi yuzi bilan kepti u yuzsiz? Bilmedim. Sungan aynakni qayta asliga keltirgil bo'lmaydi deb qo'ydim. To'g'ri depsa, sendan boshqa qizlar bo'lgan bo'lsa, mojugo deb allaqachon yotog'idan qo'g'lab chiqargan bo'ladi. O yilimiz sen kam qusaqlik qilsa adash. Unda dema adaş. Nimil degan bilan biz bir-birimizni yaxshi ko'rib, natija aralashdik. Turmushda o'ng'aysizliklarga, ko'ngilsizliklarga uchrab, qayta meni izlab kelgan bo'lsa, uni qanday qo'llab chiqirma. Shun chiroyli qilib yo'lga soldim. Sen davomli meni ayblaysan, Mayra. Seni xo'rlagan odamga ashundaqmi yumshoqlik qilamsan? Yo'qol, endi ikkinchi ko'zimga ko'rinma demamsan unga. Unda diyamadim shu. Nemish qamdi? Uningga ko'ngling bormi yo? Bilmayman adaş. Lekin uning ota-onasining qilgan yo'lsiz talpini, buning menga yuzsizlik qilib boshqa qiz bilan to'y qilganini o'ylasam, bu chiroyga qarag'anmi ekanmaydi. Lekin rost gapni qilsam adaş. Nemish qildi uni hozirgacha unutmadim. Shon tunugun kelgan vaqtda uning ichim og'rib, qattiq gap qilolmadim. İçin ağırmısın sana içi ağırmığa adamga? Undam dema adaş. Ayni vaqtda Eldarım senden sana shunda o'shib qolgandi. Lekin hozir probdan o'y tutyapsizlar-ku. O'zgarmaydigan nemish bor bu jonda. Ali bilan Eldar o'xshamaydi adaş. Eldar meni tashlab boshqa bir qiz bilan to'y qilgani yo'q. Eldar ikkimizning orasidagi to'qinish bir ailening ichidagi ziddiyat. Ziddiyat bo'lmaydigan aile nerede turibdi deysa? Bo'ldi adaş talashavermayli. Sen berib kel. Qolgan gapni sen kelgandan baralashamiz. Lekin sana shuni deb qo'y Mayra. Oq ko'ngillik qildim deb Ali degan o yuzsizga tumurongni hargiz tutqizib qo'yma. Uqdingmi? Sen unutib qolma. Seningdek go'zal, oq ko'ngil, vafodor qizlarga ko'z tushadigan esil yigitlar ko'rmang bu dunyo. Ali bo'lmasa to'y qilmamda. Ha? Sen aman bol. Hı? Qani, chashka cho'tavka. Chay ichi. Ikkimizning mijozi o'xshib ketdi Eldar. Odamlarning ustidan asonli hukm chiqarib qo'yamiz. Qinimiz qiziq, hissiyotning keyni kirib, haqlarni uni buni deb solamiz. Ochchig'imiz kelsa ko'zimizga hech nima ko'rinmaydi. Akancho, u sen bilan bizga o'xshamaydi. U o'zining yeshiga boqmay, shunchalik tamkin, eg'ir-visiq o'zini tutib olgan qara. Shunga Osmonmi uning gaplaridan ta'sirlanibdi-ku. Aytam opam bilan akangga rahmat etsang bo'ladi, Eldar. U sening turmush yo'lingdagi eng cho'ng bir to'salg'ini elib o'tibdi. Kam bo'lsa, kam bo'lmaydi degan gap bor. Tushundingmi? Tushundim da. Yaxshi. Qani, chashga cho'tavka. Uxlab qolaman. Hozir uxlab qol. Ha, Nadira.
Muşu Ali degan izzat tatishim bilmaydigan birim o'xshaydi. Boms o'z xalqan qizning oldiga yana yilinib kelamdi deysiz. O'zingizning peshansini bir obdan silib etib gap qilsangiz bo'larmi, Ildar? Sizmi oz xarlamaningizga meni? Men Askilik qilib elibla kendin talay qitim kechirim so'raydigan boshqa birisi emas-da. Makipiniz qamlashmaydi Nadira. Men Aliga o'xshash boshqa birisi bilan to'y qilolmagandim. Xotinni ajrashib, oldingiz yilinib kelgan yana birisi bilan to'y qilishni xohlamaydigansiz. Men ahmoq emas, unda qopqonga desaydigan. Unda do'stingiz Mayra ahmoq ekanda. Mayran to'la tishlab totmaydi. Onun hozirgi dardimi o'ziga yetib oshidi. Siz ayiblayverma. Men uni aybladim Nadira. Mayra ichim og'ridi. Mush o'zi ishongan yigitni tuyuqsiz yuzni o'raytib, boshqa bilan to'y qilishi, sevgiga vafodor qizga nisbatan o'ng'ay zarbimi u? Voy shuni demamsiz. Alining yuzsizligi esimga tushsa, uning yuziga qarg'im kelmaydi. Sizning qarg'ingiz kelmagan bilan Mayra degan do'stingizning qarg'usi kelibdi mana. Bir chaqlarda dadamning og'zidan ko'ngil degan sarang degan gapni anglab edim. Mayraning Aliga yana ko'ngil bog'liqini anglab, ana shu esim kelib qoldi. Mush Mayra degan do'stingiz pek oq ko'ngilchi. Hamma odam o'z oq ko'ngil deb o'ylaydi ekan. O texichi Alini unutolmabdi emasmi? Bu dunyoda buningdan ig'ir qurbonlik bor. Ko'ngilning ko'zi yo'q degan shu o'xshaydi. Tuqqanlar bizga amdi meninglar ayta apanglarning so'ziga ta'sir yetib qolmasin deb oldirib o'tdim. Yolg'izlik tatib qolasanmi opa? Menda ansirama. Necha vaqtdan beri senden o'rinsiz gumonlanib, dilingga jiq azor berdim. Buni har bir qitim o'ylasam, pek azoblanaman. Sen kelgicha yo'limga qarab, ko'zim teshildigan bo'ldi. Aytulunim qandoq chidaman degina. O'zingni ayiblayverma opa. Qizing o'tkazgan savalliklarni oz emas. Sino shu chaqdagi gaplaringning manchiq foydasi bo'ldi. Seni navrang bilan har kuni tor orqali ko'rishtirma. Xotirjam bilan. Aras. Sen tapılgan Mahira'nın işinden xotirjam bo'l. Odam Zühra ikimiz bu ish to'g'rilikda maslahatlashib qo'ydik. Mayra Nadire'nin canjigar do'sti. Men bu qizni o'z qizimdekli ko'raman. Nadire'nin beshiga kun tushganda Mayra bütün kuchi bilan yordam qilgan. Tünügün meni izlab bizning uyga kelibdi-ki, chiroyi bekli so'lg'in. Bu qizning chiroyiga qarab, ichim bek siyrilib ketdi. Kecha hech ko'zimga uyqu kelmadi. Siz Mayrani izlab beribdi-kan, siz Mayraga bek ig'ir kelibdi. Demisimi, deh to'y qilmagan bir qizga nisbatan bu chidoqsiz xo'rliqda. Unnaqadan baştala ata-onangizning yo'lsiz talabini rad qilsangiz bo'lmasmi, Tufkam? Ata-onamning ko'nglida o'zimning ko'nglini ustun ko'ribdi-man. Tufkam, ata-onangizning ko'nglini o'zingizning ko'nglidan ustun ko'rgan odam nimishqa ajrashib ketdinglar? Undaqda ata-onangiz siz bergan siziqdan yonla chikitibsiz shu. Ata-onangiz sizni bir jutli qiz bilan to'y qilsa baxti kelibdi deb qaraydi ekan-ku. Sizning ularmish ko'z qarashidan birdan voz kechayman, Tufkam.
ular burunlam sizlarning muhabbatinglarni hurmat qilgan bo'lsa, Mayra bugünkidek azob tatmaydi. Sizmi mushta bichara holatda o'tolmaydingiz bolam. Mayram sizni yaxshi ko'rdi ekan. Gerçi siz to'y qilib bo'lgan bo'lsangizmi, u yana sizni chin yurkidan yaxshi ko'rib ketdi. Siz asli sevgiga sodiq mushundaq bir qizga uchirganingizdan faxrlansangiz bo'ldi. Siz bu qizni bir umr qadrlasangizmi, qarzingizni ado qilib bo'lolmaysiz ukan. Ulamanda. Yaxshi yaptın. Oy, bo'ldi aka, men açayım. Ben yaptım, bo'ldi. Aç. Oy, Samat aka, qanday ahvolingiz yaxshimi? Havoda yaxshimi? Ben aka, ben. Voy, Samat aka. Keldingmi aka? Olsam, aytaneden balları bilen ketdi o. Manda ular. Aldırışlıqda sizlar bilan xo'shlashamayli ketdi. Xo'shlashamay ketdimi? Ya, meni o'zini qochirib biza apirib ayirib yo'lsib etdingmi? Samat aka, sizni voy aytan, meni og'ash keting deb yepishmonsin deb azrab, sizlar gap qilmaylar yo'lsib etdi. Ana Samat aka. Hey, Polat. Pul tapqına olan bek kızgançlık keseceğim afkam. Bu pul ayta neden yancıqdan çıkıdığın tutsa senin korkup kettiğin kızık oldu afkam. Qo'rqimizda Samat aka, tuqqan bizning to'sa. Menimi og'ash keting deb turvarsınız. Mushunda qattiq adam bilan qandami aralashqando deb bizdan ranjimamdo Samat aka, ha? Shunda tul xotinning puli bilan chiqsangiz sat emasmi aka, ha? Hey, to'la chishimni tekme tish o'tirgan avashayr esa. Men qachon tul xotinning puli bilan chiqmadi deb, ha? Teş etkan jilanning bejini o'zi qo'zg'adi. Samat aka, sizni qo'yib kelay degan ko'ngilga kelib qolamiz deb ma'qul dedim. Unda tayyor tomoqni ko'rsangiz o'zingizni otasiz desiz. Xuddi shoir bo'stonliqqa o'zini otgandek da. Aytlarga aytanning gapini gapirdim. Aytanga rahmat deb qo'yam. Jahonning uchiga chiqsangizmi, sizni yo'l sog'chiligim bor dedi. Mana to'g'ri debdi men. To'g'ri debdi. Siz setib olishingizki va yangamdan. Ey, u yangam ava meni allabir setib olgan. Samat aka, agar hozir setib olaman desa, vaqtga chiqsiz deyman. Yo'q. Oldida tik turib, ey xotin, aljib qoldingmi nima? Mening yurikka bizangni ilikingda tursa, buni yana setib ne qilsa deyman shu. Valla. Unda gap bo'ldimi? Qani Samat aka, men mevalarni og'ash o'tiray. Qani fikirma. Yıllarning keyinden yıllar bilinmeyli ötüp durdu. Hayat seferi bizdenmi, balalardanmi, qo'lim qo'shnilardanmi, do'st birodarlardanmi har xil sinoqlarni ilib turdi. Biz sadoqat, ishonch ham inoqlikqa tayanib, talay tushunishmasliklar bilan ko'ngilsizliklarni yendik. Sevgi bilan vafodorlik oilalarning mustahkam uri ham turki. Lekin turmushning muhabbatning, do'stlikning ig'ir sinoqlari mangu oyoqlashmaydi. Hayot musobaqasi bizni turmushning texmi rangdor, texmi jalbkor, texmi qiziqarli suratlari bilan, hikoyalar bilan uzluksiz uchrashtirib turdi. Siz bilan biz tushgan bu chiroyli suratlar, siz bilan biz texi uchrashmagan rangorang, yangi, qiziqarli suratlar bizni o'zgacha bir go'zal ham intoyin jalbkor san'at dunyosiga boshlab oldi.
Öynüm çirigi Küyü, küyü, küyü Tügel pirigi Ota ana Öynüm çirigi Küyü, küyü Tügel pirigi Perzentinin salgan otudan Kavat bular bağrı yüreği Perzentinin salgan otudan Kavat bular bağrı yüreği bağrı yüreği İşnesidin ilanlar yükler aramazın açılsın çekler İşnesidin ilanlar yükler aramazın açılsın çekler Sevgisiga sevgi qo'shilma Quyosh kabi chechasin mehri Sevgisiga sevgi qo'shillar Quyosh kabi chechasin mehri Chechasin mehri